Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilari. Bugun biz Farg'onaning Bog'dodidamiz. Namanganlik ustakalarimiz bir Bog'dodga kelib fayzli xonadonga darvozalarini qaranglar, o'tkayli qilib berishgan ekan. Darvozasi, tevasiga kazirogi, mana shunday panjaralarni zo'r qilib berishgan ekan. Perelalarda derazalariga ham qaranglar, bitta e'tibor beringlar. Zo'r fasonlarda qilib berishgan ekan. Akalarimiz havas qilib bilam chaqirishibdi, ichkariga bitta kiramiz, qaranglar. Darvoza perelalarda ustasi bo'ladi namanganlik akalarimiz. Kelaverasiz operator, bitta ko'rsatamiz, qaranglar. Bil mana shu zinapoyalariga, mana shunday zinalarga juda ham chiroyli qilib perela qilgizmoqchi bo'lgan ekan. Akalarimiz kelib tavsiyasini berishdi, qaranglar. Hozirgi kunda trend bo'layap turgan high-tech fasondagi perelalarda akalarimiz qilib beribdi. Hozirgi kunda darvozalarimiz, perelalar nech pul bo'lyapti deganlarga ustakamiz bilan birgalikda ma'lumotini beramiz. Assalomu alaykum usta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bezak yaxshimisiz? Rahmat. Alloh salomat yaxshimi? Qo'lingiz dard ko'rmasin usta. Xudo xolasa. Haligi nima deydi? Mehnat halol, osh halol insonlarni qaranglar. O'tkayli mana video boshida aytdim. O'tkayli darvozalarini, o'sha kaziroklarini, tashqaridagi ishlarni qilib berishgan ekan. Bilam havas qilib mana shu yana bunisiga chaqirishibdi zinapoyalariga. Xudo xolasa. Gap yo'q, qo'llaring dard ko'rmasin. Ustaka, endi bu qanaqa fasonda bo'ldi hozir? Xo'p, endi bu fasonimiz high-tech uslubida, o'zimiz yangilik qilib chiqarganmiz. Xudo xolasa mana o'rnashlari, laklari hammasi inshaalloh joy-joyida bo'ldi. O'shanga bir qator bir yurtdoshlarimiz ilinadi deb chaqirgan, xudo xolasa. Usta, hozir bularda har xil fasonlari bor, ha? Xo'p, buni fasoni juda ko'p Bezot aka, xudo xolasa. Keyingi videolarda ham boshqa high-tech uslubidagini milliy uslubda hammasini olib chiqamiz. Oldinroqda videolarimizda ham chugurli fasonlarni olib chiqqanmiz sizni o'zingiz kanalingizda. Yurtdoshlarimiz bilishadi. Yo, 4 ta bir video qilgan edik, ha? Ha, orada ozgina biz sex kattalashtirdik, sex qurdik, xudo xolasa. Endi hammasini mujassam, darvozamiz, perela, naves hammasini xudo xolasa bir joyga mujassam qildik. Inshaalloh endi ijodni to'xtatmaymiz. Yurtdoshlarimizga tonna ilinib boramiz, xudo xolasa ishlarimizni. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, birinchi bo'lib shu nimadan boshlasak, materiallari nechiga nechi, nimalardan bo'ldi? Endi bo'lmasam Bezot aka pereladan boshlaymiz. Qarang, perelamiz, istoykamiz doimgidek 8 ga 8 qalin holatda. Bu yerlarimiz 5 ga 3, ichki fasonlarini ko'rsangiz 2 ga 2 dan foydalanganmiz. Xudo xolasa, o'tib ko'rishingiz mumkin. Uyi fasoniga ham yarashgan. Xudo xolasa bir skromniy holatda. To'g'ri. Xo'p, o'rnashlarni ham bir qator ko'rishingiz mumkin mana. Agar bir qasddan tepib nima qilmasangiz mana undan berisiga qimillamaydi. Xudo xolasa, qalinlik tomonlama ham, hamma tomonlama inshaalloh xizmatlarni qiladi. Gap yo'q, juda ham zo'r. Mana shu joyimiz hozir ofshi uzunlik necha metr bo'ldi bu xonada? 6 santimetr kam 22 metr joy. Bu yer ofshi. Ofshi. Juda ham zo'r. Misol uchun mana shuni tayyorlashlaringga necha kun vaqt ketdi? Xo'p, Bezot aka, buni tayyorlashimizga 10 kun vaqt ketgan. Buni ishxonada, qarang, ishxonada bu yerga kelib, men ponna bu yerlardan razmerlarni olib ketaman. Ishxonada ponna bitirib kelganman bu narsani. Olib kelib qo'yaman, xudo xolasa inshaalloh 100 ga 100 joy-joyiga tushadi hamma narsasi. Xo'p, endi bu yerda 2 kun vaqt o'tdi. 2 kun. Kechagina soat 4 gacha montajini qildik. Bugun mana xudo xolasa kamikot ishlarni qildik, bezallarni berdik, laklarni sepdik, inshaalloh tayyor. Tayyor. Buni sexda bo'lganni nimasi, xonadonga kelib olib, nima desa bo'ladi? Bizda ish ozgina to'palan-ku, bolgarka, haftalab bu yerda yurmaymiz 10 kunlab. Ponna nollarni chiqarib olamizda, qolgan hamma sexda bo'ladi. Har bo'lib turgan ishi mobaynida uy egalariga ham videolardan yuborib, ishlarni bo'lib turgan ishni ponna tanishtirib turamiz. Hammasi xudo xolasa ko'rasiz, bitta ham uloq degan narsa yo'q. Xo'p, tayyor mahsulot olib kelib foydalanmaymiz. O'zimiz shu uzun bo'y 12 metr, 10 metrlik seli qalin profillardan o'zimiz xudo xolasa mehnatlar bilan mana ko'rishingiz mumkin. Inshaalloh uy fasadiga ham, uyga ham xudo xolasa yarashib turibdi. Xo'p, aynan shu fasonimiz hozirgi kunda nech pul chiqadi? Bu metrga hisoblanadi? Ha, Bezot aka, bular metrga hisoblaymiz bularni. Bularni endi metri, qarang, 2 xili bor. 550 ming so'mligi bor. Bu profillarda ozgina parashlamaydi. Gabariti, hajmi kichrayadi. 1,5 ga 1,5 bo'ladi, bu yer 2 ga 2. Endi buni ko'rsiz hamma narsasi katta holatda. Bu 650 ming so'm. 1 metr. Lekin qarang,
stoykasi, mehnatlari hammasi ichida. Stoykani ba'zi Dastavkalari holatda ichidami? dastavka ustanovkasigacha, ba'zi holatda stoykasini alohida hisoblashadi. Lekin ham taxtalak sepishadi. Lekin xudo xolasa stoykasi, dastavka ustanovkasi hammasi ichida inshaalloh. Lekin ham uy egalarining oldida tanlab avtomobilning banishini, laklarini, upakovkalarini o'zida olib sepib berganmiz. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Obshi 22 metr joy. Endi bu yerga darvoza ham joylaganmiz. High-tech uslubida shtampovka. Hop, buni ham bir qator ko'rsatib o'taylik endi birolar. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa, hozir bir ikkita nerjavakalarni salapanni ko'chira olmadik. Ustanovkamizni endi tugatib, Ishlaring tugadi xullas endi. bu yerda xudo xolasa tugadi. Inshaalloh. Akalarimiz bizni kutishib turadi, kelishimizni bitta video syomka qilib olsaydik. Hop, endi buni Bezut aka turi ko'p. Hop, agar kimgadir inshaalloh rizqimiz qo'shilsa, biz bilan bog'lanishsa, Telegramdan, ijtimoiy tarmoqlardan ponna xudo xolasa rasmlarini, hamma narsasini yuborib beramiz. Dizayndan muammo yo'q. Avvalo rizqimiz qo'shilgan bo'lsa bo'ldi. Darvozadami, darvozada bo'ladigan bo'lsa, joyi rasmini tashab berishsa, o'zimiz ponna chertojlarigacha hammasini joy-joyiga o'rnatib yasab beramiz. Ko'rishadi, yo'qsa, xudo xolasa rizqimiz qo'shilgan bo'lsa, ishlarni chiroyli qilib, sifatli qilib bitirib beramiz. Hozir shu xonadonimizga 1 metri 60 ming so'mdan, 600 ming so'mdan, 650 ming so'mdanga ponna dastavka ustanovkalar bilan o'rnadi. Qalin, eng qalin holatda. Eng qalin holatda. Endi buni aytdim, mana arzonlatsangiz bo'ladi. Stoykasi 6 ga 6, bu yerlari 1,5 ga 1,5 bo'lib qoladi. Lekin xudo xolasa stoykalar hamma narsa ichida. Mana shu holat inshaalloh xalqimizga ham manzur keladi. 650 ming so'mdanga ponna taxtalak bo'lmaydi xudo xolasa. Tushunarli. Endi ko'chaga chiqib, ko'chadan ham ozgina. Ko'chadagilarni ham high-techlarni bir qator ko'rsatib o'taylik-da. Mana darvozalarimiz ham orqa taraflarda ham mo'shni turibdi. O'tgan yil qilib bergansiz bu darvozalarni? Xo'p, bu obyektimizni o'tgan yili Ramazonda olganmiz. 1 yildan beri xudo xolasa shu okamizdan obyektlarni ishlatamiz. Xudo xolasa etap-etap. Bir martada kelib ponna ko'cha qismini, endi xudo xolasa oxirgi ishlarni ham, ichkari tomoni darvozalarni ham, perilarni ham bitirib berdik. O'zlari Yevropadalar. Xudo xolasa mana ijtimoiy tarmoq orqali olganlar, biz bilan tanishganlar, mana xudo xolasa ishonchlarni oqlatamiz. Har bitta bo'lib turgan darvozamiz ishini ham desa mana birinchi, ikkinchi qatlam oralariga ham shumka o'pishdan oldin kraska sepganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, hali 1 yildan bo'z, hali bir chekkasida zang degan narsa xudo xolasa chiqqan. Birinchi, ikkinchi qatlam oralarigacha kraskasi bo'lgan. Mashalloh. Xo'p, darvozamiz ham bir qator ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, xo'p, darvozamiz ponna aylan atroflari 12 li shivelerda bo'lgan. Birinchi qavati 1.8 lis, mana ikkinchi qavatimiz 1.1 li toshli lis. Aylan atrof qovurg'a qismlari 6 ga 4 profilda bo'lgan. Kraskalarimizga keladigan bo'lsak, kraskalarimiz gruntovkasi, avtomobilning gruntovka, sepilgan gruntovkalargacha videosini yuborib turganmiz xudo xolasa. Kraskalari keladigan bo'lsa, avtomobilning banishining GK kraskamiz. Metr kvadrati necha pulga chiqadi? Endi darvozamizning metr kvadrati, hop, bu darvozamizni 1.300.000 so'mdan 1.400.000 so'mgacha, xuddi shu darvozamizni 1.270.000 so'mdanga dastavka ustanovkalar bilan qilib joylab berganmiz. Xudo xolasa buni ham ko'rishingiz mumkin. Eng full variantda bo'lgan. Hamma narsasi, mana xudo xolasa hali bir yetidan misol ish ko'rsatib yoki bir zanglab kraskasi to'kilgan joyi yo'q. Xudo xolasa yurtdoshlarimizni ham inshaalloh obunachilaringizni ham ishonchlarini oqlaymiz. Xudo xolasa. Undan tashqari mana bunday panjaralarni ham derazalarga romlarga. Xudo xolasa qo'yingki, Bezut aka, mana shu yerdagi ponna temir ishi o'zimiz ishlarimiz. Hop, bu yerda mana 2 dona deraza panjara, ham yuqorida ikkita shunga uyg'unli holatda portchigan panjara qilganmiz. Undan tashqari mana gulxonalariga hozirgi kunda eng o'sha 2 yildan beri bu narsa trendini bermoqda. High-tech uslubida ko'cha agrajeni. Xuddi shu fasonlarni ichkari xonadon ichkariga perilasini ham bor. Rasmlari. Xudo xolasa kimgadir rizqimiz qo'shiladigan bo'lsa, ponna yuborib, hammasini tanishtirib o'tamiz. Gap yo'q. Menimcha ma'lumotlari bo'ldi, xudo xohlasa. Xudo xolasa. Ekranda nomerlar bor. Ekranda nomerlar bor aka. Inshaalloh. Mana buni ham bu tomonni ham ko'rishingiz mumkin mana. High-techlarimiz ham. Buni ham perillaga xudo xolasa joylansa, juda xudo xolasa perillaga o'rnashi ham hammasi xudo xolasa zo'r bo'ladi. Boshqa fasonlarimiz ham xudo xolasa aka, mana yana
Xudo xolasa ishni boshlab oldik. Iloji boricha bundan buyog'ida chiqib turgan ishlarimizni bir qator yurtdoshlarimizga Xudo xolasa video qilib joylab turamiz. Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha ma'lumotni berdik. Ekranda nomer Xudo qoldiraman. xohlasa. Xohlasangiz mana shunday perellar, eng so'nggi fasollarda har xil fasollari bor akalarimizning, ranglarini ham o'zlari yuzi dizaynidan kelib chiqib chiroyli qilib berishaveradi. Eshik romlaringiz atrofini o'rash, mana shunday kaziroklar, darvozalar maromiga yetkazib qo'yib beradi. Sababi men bu akalar bilan 1 yil ishlagan o'tkeli, bir 4-5 marta akalar bilan video obzor qilganmiz. Allohga shukr, lekin biror marta bu akalarning orqasidan shikoyat eshitganim yo'q. Demak, ishlari sifatli, odamlar havas qilib qayta mana xonadoniga chaqirishyapti. Aka, ma'lumotlarni berdik, yakun yasaveramizmi? Xudo xolasa. Inshaalloh. Mana akalarimizni, Yana keyingi videolarda Xudo xolasa xuddi shunaqangi obyektlarimiz bor. Inshaalloh boramiz. Bundan yanada keng ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa aytdim, darvozani ham misol menga joylarini tashlab berishsa, shu darvozani misol menga qanaqa fason yoqadi deb tashlab berishsa, o'zim darvozani joyiga, proyektini ham darvozani mana siz joyingizga shu darvoza tushdi deb proyektigacha joyiga o'rnatib, bir qator hamma narsalargacha ko'rsatib beraman Xudo xolasa. Inshaalloh. Akalarimizni mehnatini qadrlab, Kaminani mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, Ka'batullohni ishlasin. Xizmatdan Xudo xolasa.